rivojlanishi uchun bizda juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Hozirgi kunda bizda tadbirkorlarga 100 milliongacha vizalar kreditlar beryapti. Ayollarga 3%, ulug'vorlarga 25%, tadbirkorlarga 100 million vizalar, 300 million, 200 million zavodga bo'laveradi. 5 yilga. 50 millionni naqd asosida beryapti. Tadbirkorlarga. Kartaga tashlab beriladi. Uzoqni 3 kun naqd beradi. 50 million uchun. 12 million kredit beryapti. Tadbirkorlik qilishga hozirgi kunda juda ko'p sharoitlar yaratib bergan. Hech qanaqa masala yo'q. Elektron kirish bilan elektron kirish orqali 3 minutda har xil masala yechilyapti. Elektron kirish orqali bankka kelib hujjat to'ldirishingiz ham shart emas. Kirishingiz bo'lsa bo'ldi, yo'lda tasdiqlab bosib berasiz. Bizda hujjatlarni qilib kartangizni ko'rsatib beradi. Faqat kelib bitta kartani olib kelsangiz bo'ladi. Tadbirkorlik bo'yicha mana bundan tashqari o'zimizda hozir kreditlar beryapti. 3.5% beryapti, 20 yilga. Mashina uchun kreditlar beryapti. Hech qanaqa kreditlarning masalasi bo'lmayapti. Oldin u kredit olaversa masala bo'ladi. Hozir